Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi darsimizda mana shu kitobning yechimlarini davomini ko'rib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like tugmasini bosishni unutmang. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Demak, biz darsni boshladik. Demak, 22-mashqning birinchi savolida ikkita 8 nanokulon va -6 nanokulon nuqtaviy zaryadlarni tutashtiruvchi kesmaning o'rtasidagi elektr maydon kuchlanganligini toping degan savol berilyapti. Zaryadlar orasidagi masofa 10 cm ga teng, epsilon esa 1 ga teng. Demak, bizda qo'bir qo'yik zaryadlar berilgan. Bittasi 8 nanokulon, bittasi -6 nanokulon. Ulardan kulonga o'tish uchun 10 darajasi -9 ga ko'paytiramiz. Keyin bizga orasidagi masofa berilyapti 10 cm. Undan metrga o'tishimiz kerak. 0.1 metr bo'ladi. Epsilon esa bizga 1 ga teng. Ya'ni dielektrik sindiruvchalik. K ni bilamiz, son qiymatini 9 10 darajasi 9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat taqsim kulon kvadrat. Shu yerdan biz topishimiz kerak elektr maydon kuchlanganligini. Uni topish uchun ikkita elektr maydon kuchlanganliklarini qo'shishimiz kerak. Ya'ni Y tenglik Y1 qo'shilgan Y2. O'zi Y1 ni o'zi K ko'paytirilgan modulda Q1 taqsim epsilon ko'paytirilgan R1 ning kvadrati. Y2 ni o'zi esa K ko'paytirilgan modulda Q2 taqsim epsilon R2 ning kvadrati. Shu yerdan R1 ni R2 ga va buni o'zi ham R taqsim 2 ga tengligi ma'lum bo'lsa, shu yerdan ko'k bilan yozilgan formuladan elektr maydon kuchlanganligini topishimiz mumkin. Ya'ni katta Y tenglik 4K taqsim R kvadrat. Ko'paytirilgan modulda Q1 qo'shilgan modulda Q2. Shuni hisoblash amallarini bajarsak, bizga 5 demak javobimiz 5 kilovolt taqsim metr degan javob bizga kelib chiqar ekan. O'zi 5000 volt taqsim metr chiqadi, lekin kilovolt taqsim metrga o'tib qo'yishimiz kerak. Keyingi masalada demak, zaryadlari 2 nanokulonga teng bo'lgan ikkita nuqtaviy zaryad bir-biridan 1 metr masofada turibdi. Zaryadlar orasidagi masofaning elektr maydon kuchlanganligini toping deyapti. Bizda yana katta Y ni so'ragan. Bizda hamma berilgan kattaliklarimiz bor. Q1 Q2 zaryadlar, R masofa va R1 R2 ga teng, yarim metrga teng u ham. K bizda bilamizki 9 10 darajasi 9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat taqsim kulon kvadratga teng. Y bizda elektr maydon kuchlanganligini topishimiz kerak. Bu uchun Y tenglik Y1 plus Y2, ya'ni vektor yig'indisidan ayirish kelib chiqadi bizga. Ya'ni Y1 ni o'zi K ko'paytirilgan modulda Q1 taqsim R1 ning kvadratiga teng, Y2 esa K ko'paytirilgan Q2 taqsim R2 ning kvadratiga teng. Shu yerdan ko'k bilan yozilgan formuladan foydalanib, demak, elektr maydon kuchlanganligini 0 ga tengligini demak topib olishimiz mumkin. Keyingi masalaga o'tamiz endi. Radiusi 6 cm bo'lgan metal sharga 24 nanokulon zaryad berilgan. Shar markazidan 24 cm masofadagi nuqtada maydon kuchlanganlik qanchaga teng? Kilovolt taqsim metrda so'rayapti bizda. Demak, bizda hamma narsa berilgan. Radius berilgan 6 cm, metrga o'tib olamiz. 0.6 metr bo'ladi. Q zaryad berilgan 24 nanokulon. Bundan kulonga o'tib olsak, 10 darajasi -9 ga ko'paytiramiz. Keyin bizda masofa berilgan 24 cm, undan metrga o'tib olsak 0.124 metr bo'ladi. K ni bilamiz, 9 10 darajasi 9 ga teng, proporsional koeffitsiyenti. Shu yerdan demak elektr maydon kuchlanganligini topishimiz kerak. Y tenglik modulda Q taqsim R kvadrat formuladan demak elektr maydon kuchlanganligini topsak 3750 volt taqsim metr degan javob chiqadi. Bundan demak kilovolt taqsim metrga o'tsak 3.75 kilovolt taqsim metr degan javob bizga kelib chiqar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, endi agarda kimda kim fizika fanidan onlayn individual kurslarga qatnashmoqchi bo'lsa va milliy sertifikat, attestatsiya imtihonlari yoki DTM uchun tezlashtirilgan tarzda individual, ya'ni har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanadigan ustoz qidirayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bizni video darslarimizdan namunalarni YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz video darslarimiz kelib chiqadi, fizikadan ham, matematikadan ham. Agar darslarimiz ma'qul bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Video darslarimiz ko'proq insonlarga yetib borishi uchun videomizga like tugmasini bosing va kommentariyada istalgan so'zni yoki stikerlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu bilan bizning ishlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin.
Shu bilan darsimiz tugadi. Hammalaringizga rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Fizika va matematika fanlaridan onlayn kurslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.